Juda kam yomg'ir yog'adigan joy qayer? Afrika? Sahro. Sahro? Inson miyasini necha foizi suvdan iborat? 5%mi? 75, 80. Aytib turingiz orqadan. Qaysi hayvonning yurak hajmi bitta kichik avtomobildek bo'ladi? Kiyik. Ko'kkit. Ko'kket. Sekinroq ayting. Quyosh nuri yerga yetib kelishi uchun qancha vaqt kerak? 8 minut u qanchalik sekund? 32 sekund. To'g'ri. Qaysi hasharot oyoqlari bilan ta'm seza oladi? Pashshami? Nima deysiz? Qaysi hasharot oyoqlari bilan ta'm seza oladi? Pashsha. Kapalak. Kapalak. It necha xil ovoz chiqara oladi? Voy, bo'layotgan savolni bering. 15 xil. Marsda quyosh chiqishi qaysi rangda ko'rinadi? Qorami? Ko'k. Insonning eng kichik suyagi qaysi a'zoda joylashgan? Burundami? Qulog'ida. Ishtirok uchun rahmat. Ko'rsatgan buni.